Assalomu alaykum, hurmatli mo'jizaviy kanalimiz aziz obunachilar, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar. Bugungi videoroligimiz Andijon viloyati Sharxon tumani Qizilbayroq mahallasidan o'zimizni mini firmachadan bo'lib, hurmatli obunachilar, anchadan beri video syomka chiqarmadik. Bugun bir o'zimizni molxonadan video syomka chiqarib beramiz. Hurmatli obunachilar, hozirgi kunda jam molxonamizda 19 ta mol bor, ulardan 6 tasi buzoqchalar, hop 2 ta xunajin, 1 ta novvoz, 9 ta sigir bor. 9 ta sigirdan 7 ta 8 ta sog'ilyapti, qolganlarning bolasi emayapti. Bitta mana shu zotga o'zimiz savay shved deydimi, shved buqadan oldik, chunki mollar urug'da qochmadi, pashti 4 ta 5 tasiga urug' qo'ydik, mollar qochmadi. Bitta tomoni bor ekan, yozda kunida issiqda molga umuman urug' qo'yib bo'lmaydi ekan, mollar qochish o'ta ham qiyin ekan, novvosda ham qochish qiyin bo'lyapti. Anchadan beri video syomka chiqarmadik molxonamizda. Bularda asosiy qismi o'zbekda 2 ta yangi qo'shilgan sigir bor. Qolganlari o'zimiz xunajilligida olganmiz, bo'g'oz chiqib qolgan, tug'dirib o'zimiz sigir qilyapmiz. Bozordan ati sigirga deb olinmagan bu mollar, shunchaki yemlab semizga boqilamiz degan mollarimiz edi. Ko'p bo'g'oz chiqib qoldi. Masalan, mana shu ham bo'g'oz chiqqan, bolasi xunajin. Bunimiz ham shu o'zimiz semizga boqayotganimizda bo'g'oz bo'lib qolgan, novvoz bo'shalib ketgan. Buni bozordan oldik, novvozga yaqinda qo'ydik, qochdimi qochmadimi bilmayman. Shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar, haligi lekin sigirda foyda bor ekan, lekin mehnati zo'r ko'p ekan. Inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Shuni ham semizga boqayotganimizda, semizga boqilmagan, buni o'zimiz sigir qilamiz deb atay novvozga qo'yganmiz. Bo'g'oz emaslik gumon deb yurganmiz, bo'g'oz chiqib tug'ib bergan novvozcha. Bolasi katta shved buqa. Hurmatli obunachilar, mana yana bitta naqamiz. Buni ham o'zimiz qochirganmiz, bo'g'oz. Hozirgi kunda 4 oydan o'tdi. Kichkina mol emas. Boshni qaranglar. Ostilari. Boshida boshlaganimda shu yerda ma'lumotni aytib ketdik. 4 ta xunajincha bilan boshlaganman. Dadam bozordan 3 ta xunajin olib bergan. Bitta o'rtog'imni olganman, 4 ta shunaqa xunajincha bilan boshladim. Alloh barakasini berdi. Chorbada baraka bor. Ular semizga boqilyapti. 2 dona xunajinimiz qolgan. Sigirni ko'ringlar. Mana shu ham 10 million 400 ming so'mga ham 10 million 500 ming so'mga olingan. 10 ta dona suti bor, u kasalni qaranglar. Faqat buni bolasi bee'tibor bo'lib qolgan uydagilar, o'zim ham ko'chadalik qilib qolganman, tuqqan, maramagan ham bolasi bo'lmay qolgan. Lekin hozirgi kunda 10 ta dona suti bor mana shu. Kasasini qaranglar. Bo'lgan buzoqchalarimiz 5 tasi novvoz, bittasi xunajin, asosiy qismi novvoz tug'di mollarimiz. Sigir meni bilishim bo'yicha manaqa sigirlardan qilish kerak. Unaqa ko'p yemaydi. Lekin sutni berishni yorib qo'yadi. Birinchi bolaga shunaqa beryapti. Bular hali 2-chi, 3-chi bolada shunaqa ochiladi. Mana ham bolasi birinchisi. Unaqa ko'p sog'maymiz, bolasiga qo'yib beramiz. O'pshi hozir 70 ta bilan 80 ta o'rtasida bir kunliga sut topshiryapman, 5,5 ming so'mdan. Cho'jam. Mana so'qimga boqilyapti. Aya. So'qimga deyana, shu bordoqlikka boqilyapti semizga. Shu bular ham yetilib qolgan, bularni ham sotadigan payt bo'ldi. Xo'p, ana bu xunajinimiz, bu ham 8 kurak. Mana kasalari. Bu ham qisir sog'da olganman, Oldamik Cho'jamol bozorida 19 million so'mga olingan.
Mana sigirlar. Bu qochalarim, o'g'izchalarim qolgan bo'zaylar tashqarida. Endi sigirga yangi o'tganmiz. Bizda bitta xatolik bo'libdi, hurmatli obunachilar. Sigir yangi tug'ishiga 2-3 kunligida bolasini obshenadan ajratib olish kerak ekan. Sigir bor naqada sut berar ekan. Keyin biz shu narsaga e'tibor bermaganmiz. Bolasi masalan buniki hal tayda yuribdi. Emayotganda ozmoz sog'ib olinadi, bo'lmasa tayda yuraveradi. Alohida soskada sut berish kerak ekan. Endi keyingi safar mollarimiz tug'dirganimizda ushbu xatolikka yo'l qo'ymaymiz. Alohida bo'zaylar uchun ham joy qilamiz. Vaqtimiz ozgina chegaralangan, sigirlar sog'aygan vaqt bo'lib qoldi. Keyingi videoroliklarda xudo xohlasa bular sog'ish jarayonlari necha litrdan sut beryapti, hammasini video syomka qilamiz. Shu yerda aytib ketaman, baribir sigir boqishda atalarning o'rni katta ekan. Hozir kun issiqligida atalar qilib bermadim, ish ko'payib ketdi. Bilintirdi sigirini sutlari. Agar faqat atalar bilan yaxshi bersangiz, sigirlar sutni zo'r berar ekan. Sog' bo'lar, salomat bo'lar. Inshaalloh keyingi videoroliklarimizni to'liq ma'lumotlarni beramiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar.